Keling, assalomu alaykum. O'zingiz charchamasizmi? Keling. Keling. Nima bo'lmasin. Shu o'rtamizda uyda shu borida qo'lini ozgina shilib qo'yibdi. Mana joyimi? Shuni bir ko'rib qo'ysangiz. Yuring. Molchonaga o'qib. Keling. Ne ekan doktor? Uyingizda hayvon boqasizmi? Kuchuk-mushuk bormi? Mushugimiz bor. Pasportlari bormi? Quturish qarshi emlanganmi? Yo'q, pasport ham emlanmagan. Emlanmaganmi? Yo'q, emlanmagan. O'g'lingizda kechayotgan hozirgi alomatlar quturish kasalligi bilan bir xil. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. Chilonzor tuman veterinariya bo'limidan keldik. Hop. Hayvonlarni ro'yxatga olib, it mushuklarda quturish kasalligiga qarshi vaksinatsiya qilib yurdik. Shunda sizda qanaqa hayvon bor? It mushuk bormi? Bizda mushugim bor, lekin ko'chaga chiqmaydi. Emlash shartmikan? Quturish kasalligi o'ta yuqumli virusli kasallik bo'lganligi uchun quturish kasalligiga qarshi emlash shart. Ko'chaga chiqmaydi yoki uyda bo'lmaydigan narsa bo'lmaydi. Mushugim bolalarimnikida, o'shanga bolalarim o'zi kelsa, o'zi hal qiladi. Ism familiyangizni aytsangiz, ro'yxatga kirgizib qo'ysam. Bolalarim kelganda aytishadi. Hozir boshim og'ritmagan ekan. Xayr. Xo'pmi? Rahmat. Endi nima bo'ladi doktor? Okey, bu hozircha taxminiy tashxis 2-3 kun o'g'lingizni yana tekshirtiramiz.